هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، هي الحلقات تحفظني بآيات من القرآن، هي الحلقات تملأني بحب المصطفى العدنان، وأخلص نيتي دوما لرب واحد ديان بروح ملؤها طهر. Sure Safat tefsiri 149. ayetten başlayıp okuyumuz inşallah. Bismillah, elhamdülillah ve salatu ve selam ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Tövende diktanlağa İbn Kesir rahimahullah'ın Kur'an-ı Kerim tefsiri Uygurca tercümesi Safat suresi 149. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Euzubillahimineşşeytanirracim. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, ula yani ehli Mekke'den sorap bakın ki kızla Rabbinge oğulla ulağı mensup mu? Ya ki biz periştilerini çişi yaratkan bulup ula bizning yaratkanlarımızını körüp tuğan mı? Şunun için şundak demdi. Bilinla ki ula hakikaten yalganını tokup Allah'ın balısı ba deydi. Ula elbette yalgancılardır. Allah oğullarını tallamay kızlarını tallagan mı? Silerge nim boldu? Qandaqçı mundaq hüküm çıkarısılar? Fikir qınmam siler? Ya ki Allah'ın balısı balıqıga eniq pakitinlar ba mı? Eğer sözünlarda rastçıl bolsanlar, kitabınla yani Tevrat'ını elip gelip bana köstünler. Ula Allah bilen cinlarning arasida xudbacılık ba deb jo'ylaydi. Cinlar shek shubhisiz bilidiki ula yani şu sözünü qilg'uvchilar do'zaxga cho'qim hozir qilinib shu yerda azob chekadi. Allah ularning Allah'ning balasi ba deb sifatlaganlaridan pokdir. Lekin Allah'ning ixlosmand bandalari buningdan mustasno. Yani Allah'ni ularning sifatlaganlaridan pok e'tiqod qiladi. Allah Teala'nın balası ba degichilarga ve periştilerini Allah Teala'nın kızları devağanlığa berilgen reddiye toğrısıda. Allah Teala bu ayetlerde kızlarını Allah Teala'nın balası devağan en şu müşriklığa reddiye berdi. Allah Teala ularning bu böhtan sözleridan pokdir. Halbuki müşriklar oğul perzent ko'rishni yaxshi ko'rdi. Ularning birasiga xotinining qiz tuqqanlik xo'sh xabari yetkazilsa, chiroyi o'zgarib, g'azabnak bo'lib ketadi. Ya'ni u xo'sh xabar uni yomon holga tushirib qo'ydi. U faqat bolalarining o'g'il bo'lishini xohlaydi. G'olib va buyuk Alloh Taala ular o'zlariga xohlamaydigan taqsimotni, ya'ni qizlarni qandoqmi Alloh Taolaga nisbat berdi deydi. Shunga Alloh Taala mundaq deydi. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ularga tanbih uslubida ular ya'ni ahli Makkadan so'rab baqqanki qizlar Rabbinga o'g'illar ularga mansubmi? Allah Teala bu vaqtda mundaq deydi. Ey mushriklar jamiyasi, sizlarcha yaxshi hisoblangan o'g'il bola sizlarga xos bo'lib, sizlarcha yomon hisoblangan qiz bola Allohga xosmi? Undaqda bu adolatsiz taqsimotdir. Yoki biz farishtalarni tishi yaratgan bo'lib, ular bizning yaratganlarimizni ko'rib turganmi? Shuning uchun shundaq demdi. Ya'ni ular farishtalarning yaratilganligini ko'rmay turib, ularning tishi ekanligiga qandoqmi hukm qiladi? Bu vaqtda Alloh Taala mundaq deydi. Ular marhamatlik Allohning bandalari bo'lgan farishtalarga qiz deb e'tiqod qildi. Allah farishtalarni yaratganda ular ustida bormidi? Ya'ni ular farishtalarning qiz ekanligini qayerdan biladi? Ularning guvohligi ularning nomi amaliga yoziladi. Qiyomat kuni ular so'roq tortiladi.
Bilinglarki, ular haqiqatan yolg'onni to'qib, Allohning balasi va ya'ni Allohdan bola tug'ilgan deydi. Ular albatta yolg'onchilardir. Alloh taolo ularning farishtalar to'g'riliq eng uchiga chiqqan kufrliq va yolg'on so'zdan mundaq uch so'zni qilganligini bayon qiladi. Birinchisi, ular farishtalarni Alloh taoloning qizlari deb jo'ylab, Alloh taoloning balasi bor dedi. Alloh taolo ularning bo'hton so'zlaridan pokdir. Ikkinchisi, ular u balani qiz bala deb jo'yladi. Uchinchisi, ular Alloh taoloni qo'yib farishtalarga cho'qindi. Alloh taolo ularning cho'qinganlaridan yuksakdir va pokdir. Bu uch so'zning har biri ularning jahannam o'tida mangu qilishiga yetarlikdir. La ilaha illalloh Muhammad rasul. Ondan Alloh taolo ularning qilmishlarini inkor qilib mundaq deydi. Allah o'g'illarni tanlamay qizlarni tanlaganmi? Ya'ni nima uchun Alloh taolo o'g'illarni qo'yib qizlarni tanlaydi? Bu vaqtda g'olib va buyuk Alloh taolo mundaq deydi. Acaba Allah sizlarga o'g'illarni xos qilib, farishtalarni o'zining qizlari qilib olganmi? Haqiqatan sizlar cho'ng so'zni qilyapsizlar. Sizlarga nim bo'ldi? Qandaqcha mundaq hukm chiqarsizlar? Ya'ni da'vatgan so'zlaringlar ustida fikr qilgudek aqlinglar yo'qmi? Fikr qilmamsizlar? Yoki Allohning balasi borligiga aniq pokitinglar bormi? Ya'ni da'vatgan so'zinglarning dalili bormi? Agar so'zinglarda rostchil bo'lsanglar, kitobinglar, ya'ni Tavratni elib kelib, menga ko'rstinglar. Ya'ni uningga pokit elib kelinglar. Bu pokit da'vatgan so'zinglarning osmondan Alloh taolo tarafidan nozil qilingan kitobdan elinganligini isbotlasin. Chunki da'vatgan bu so'zinglar aqlli kishilar deydigan so'z emas. Aksicha, aql egalari uni hargizmi to'g'ri deb qaramaydi. Ular Alloh bilan jinlarning orasida qudbachilik bor deb jo'yladi. Bu vaqtda Mujohid mundaq deydi. Mushriklar, farishtalar Alloh taoloning qizlari dedi. Shuning bilan Abu Bakr radhiyallohu anhu undaqda farishtalarning onalari kim deb so'radi. Mushriklar, ularning onalari jinlarning kattalarining qizlari deb javob berdi. Qatada va Ibn Zaydmi mushuning o'xshash degan. La ilaha illalloh Muhammadur rasululloh. Jinlar, ya'ni shu so'z nisbat berilgan jinlar shak shubhisiz bilidiki, ular, ya'ni shu so'zni qilganlar yolg'on so'z qilganligi, bo'hton to'qiganligi va ilmsiz turib botil so'zni qilganligi uchun qiyomat kuni azobga cho'qim hozir qilinib, shu yerda azob chekidi. Allah ularning Allohning balasi bor deb sifatlaganlaridan pokdir. Ya'ni Allah yuksakdir, ulug'dir. Balasi bo'lishdan va Alloh taoloni inkor qiluvchi zolimlarning sifatlaganlaridan yuksak darajada pokdir. Lekin Allohning ixlosmand bandalari buningdan mustasno. Ya'ni ular har bir payg'ambarga nozil qilingan haqqa ergashkichilardir. Ey kafirlar, shubhisizki sizlar Allah do'zaxga kirishni putib etgan kishidan boshqa hech ahdini ozdirolmaysizlar. Sizlar cho'qinayotgan butlarni ozdirolmaydi. Farishtalar aytadi: bizning har birimizning muayyan o'rni bor. Biz haqiqatan ibodatda sap tortib turg'uchilarmiz. Biz haqiqatan Allohga tasbih etquchilarmiz. Ular, ya'ni Quraysh kuffarlari hamisha agar bizni burunqilarnikidek, ya'ni o'tganki ummatlarning kitoblaridek bir kitob bo'lsa edi, albatta Allohning ixlosmand bandalari bo'ladiq deydi.
ular uni, ya'ni Qur'onni inkor qilishdi. Ular uzoq qolmay kufrning oqibatini bildi. Mushriklarning so'zlariga faqat ulardanmi azg'un bo'lgan kishilarning ishinidiganligi to'g'risida. Alloh taolo mushriklarga xitob qilib mundaq deydi: Ey kafirlar, shubhisizki sizlar Allah do'zaxga kirishni kutib etgan kishidan boshqa hech ahdini azdira olmaysizlar. Sizlar cho'qinayotgan butlarni azdira olmaydi. Ya'ni sizlarning so'zinglarga gumroh yo'linglarga va butlarga batillarcha cho'qinishinglarga faqat do'zaxga loyiq yaratilgan sizlardanmi azg'un bo'lgan kishilarla ergishidi. Ular dillari bo'g'ini bilanmi u orqali haqni tushunmaydi. Ular ko'zlari bo'g'ini bilanmi u orqali Allohning qudratining dalilini ko'rmaydi. Ular quloqlari bo'g'ini bilanmi u orqali Allohning oyatlarini ibrat ilib tingishmaydi. Ular go'yo hayvonga o'xshaydi. Hayvondanmi betar gumrohdir. En shular g'ofildir. Mana bu xildagi insonlar shirklikdagi dinga, kufrga va gumrohlikqa ergishadi. Alloh taolo bu vaqtda mundaq deydi: Sizlarning so'zinglar haqiqatan xilma-xildir. Alloh taolaning ilmiy azilisida hidoyatdan burib etilgan odam Qur'onga va Muhammad alayhissalomga iymon keltirishdan burib etiladi. Ya'ni faqat haqdan burib etilgan buzuq odamlar ozidir. La havla va la quvvata illa billah. Farishtalarning o'rni va ularning sap-sap bo'lib turib tasbih etadiganlik to'g'risida. Alloh taolo farishtalarni mushriklarning ularga nisbat berib, ularni Alloh taolaning qizlari deyishdan iborat yolg'on va kufr so'zlaridan poklaydi. Farishtalar mundaq deydi: Bizning har birimizning muayyan o'rni bor. Ya'ni har bir farishta uchun osmonlarda va ibodat o'rinlarida tayinlangan maxsus o'rin bor. U bu o'rindan sirtqa chiqib ketmaydi va o'tib ketmaydi. Bu oyat haqida Zahhak o'zining tafsir kitobida Masruqning Aisha radhiyallohu anhadan payg'ambar alayhisalomning mundaq deganligini rivoyat qilganligini bayon qiladi. Dünya osmoni bo'sh o'rin qoldirilmasdan sajda qilguvchi yoki qiyomda turg'uvchi farishta bilan to'lgan. Ayni shu Alloh taolaning bizning har birimizning muayyan o'rni bor degan oyatining ma'nosidir. Ibn Mas'ud radhiyallohu anhuning mundaq deganligi rivoyat qilingan. Shak shubhisizki osmonlarda albatta bir osmon bor bo'lib, uningda bir g'irishmi o'rin bo'sh qolmasdan farishtalarning sajdaga qo'ygan peshonasi yoki qiyomda turgan ikki qadami bilan to'lgan. Ondan Abdullah ibn Mas'ud radhiyallohu anhu bizning har birimizning muayyan o'rni bor degan oyatni o'qigan. Said ibn Jubayrmi bu haqda shundaq degan: Biz haqiqatan ibodatda sap tartib turg'uchilarmiz. Ya'ni taat ibodatda sap-sap bo'lib turamiz. Bu vaqtda Alloh taolo bu suraning 1-oyatida mundaq degan: Allohning amrini kutib sap-sap bo'lib turgan farishtalar bilan qasam. Abu Nazra mundaq deydi: Umar radhiyallohu anhu namozga takbir o'qilsa, odamlarga oldini qilib turib, sepinglarni tuz qilinglar, barobar turinglar. Alloh taolo sizlardan farishtalarning madhisini talab qiladi deydi. Ondan biz haqiqatan ibodatda sap tortib turg'uchilarmiz degan oyatni o'qiydi va ey faloni oxindiroq turg'in, ey faloni oldingiroq turg'in, oldingiroq chiqqin deb sapni tuzaydi. Ondan oldiga o'tib takbir etib namozga turadi. Buni
ibn Abu Hatim va ibn Jarir rivoyat qilgan. İmam Müslim Hudayfa radiyallohu anhudan Payg'ambar alayhissalomning mundaq deganligini rivoyat qilgan. Biz, ya'ni Muhammad alayhissalomning ummati boshqa ummatlardan mundaq 3 ishda ortiq qilindik. Birinchi, saplarimiz farishtalarning saplariga o'xshash tuz qilindi. Ikkinchi, zaminning hamma yeri biz uchun masjid qilindi. Uchinchi, tayammum qilguvchilar uchun zaminning to'pisi pok qilindi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Biz haqiqatan Allohga tasbih aytquchilarmiz. Ya'ni biz sap-sap bo'lib turib Rabbimizga tasbih aytamiz. Hamd sana aytamiz. Uni ulug'laymiz. Barliq kamchiliklardan pok deb e'tiqod qilamiz. Biz uning qullarimiz. Uningga muhtojmiz. Uning oldida bosh egib turg'uchilarmiz. Quraysh ahlining o'zlarida burunqilarnikidek bir ogohlantiruvchi bo'lsa edi deb arzu qilganligi to'g'risida. Arzu qilishganliklari to'g'risida. Ular hamisha agar bizda burunqilarnikidek bir kitob bo'lsa edi, albatta Allohning ixlosmand bandalar bo'ladiq deydi. Ya'ni ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, sen ularga payg'ambar bo'lib kelishdan ilgari ular haqiqatan o'zlarida Alloh taoloning amr farmonlarini va ilgirki ummatlarga nima ishlar bo'lganligini yetkazadigan va Alloh taoloning kitobini elib keladigan bir ogohlantiruvchining bo'lishini arzu qilishadi. Buyuk Alloh bu haqda mundaq deydi. Ular o'zlariga ogohlantiruvchi, ya'ni payg'ambar kelsa, har qanday ummatga qaraganda eng hidoyat topquchi bo'ladiganliklari bilan qattiq qasam ichishdi. Ularga ogohlantiruvchi kelgan chaqda hidoyatdan texmi yiroq bo'lishdi. La ilaha illalloh Muhammad rasululloh. Mening Qur'on nazil qilishim sizlarning faqat bizden ilgariki ikki toifkilar, ya'ni Yahudiylar va Nasoralar kitob nazil qilingan, ularning o'qigan kitoblaridan bizning zodil xabarimiz yo'q demasliginglar uchundir. Yoki sizlarning agar bizga kitob nazil qilingan bo'lsa, biz albatta ulardan ortiq hidoyat topgan bo'lardik demasliginglar uchundir. Sizlarga Rabbinglar tarafidan haqiqatan pokit hidoyat va rahmat nazil bo'ldi. Allohning oyatlarini inkor qilgan va ulardan yuz o'rgan kishidanmi zolim odam bormi? Bizning oyatlarimizdan yuz o'rganlarni ularning yuz o'rganliklari uchun qattiq azob bilan jazolaymiz. Ular uni, ya'ni Qur'onni inkor qilishdi. Ular uzoq qolmay kufrining oqibatini biladi. Bu oyat Quraysh kafirlarga ularning g'olib va buyuk Rabbidan tanganligi, uning payg'ambari Muhammad alayhissalomni inkor qilganlik uchun qilingan qattiq qo'rqitish va tahdiddan iboratdir. Bizning payg'ambar bandalarimiz haqidagi so'zlarimiz oldin alo aytilgan. Ular cho'qim nusrat topquchilardir. Bizning qo'shinimiz cho'qim g'alaba qilg'uchilardir. Ular, ya'ni Makka kuffarlaridan vaqtliq yuz o'rib turgan. Ularga azob nozil bo'lgan chaqda ko'rgin. Ularmu uzunga qolmay kufrning oqibatini ko'rdi. Ular azobimizning baldur nozil bo'lishini talab qilamdi. Azob ularning ho'ylisiga tushgan chaqda ogohlantirilg'uchilarning atigini nima degan yomon. Ulardan vaqtliq yuz o'rib turgan. Ularga azob nozil bo'lgan chaqda ko'rgin. Ularmu uzunga qolmay kufrning oqibatini ko'rdi. Yordam berishga va'da qilish va Quraysh kafirlaridan yuz o'rishga buyurish to'g'risida. Bizning payg'ambar bandalarimiz haqidagi dunyo va oxiratda yaxshi oqibat payg'ambarlarga va ularga ergashganlarga bo'ladi degan so'zlarimiz ilgariki kitob
Lavhil Mahfuzda oldin ala aytilgan. Bu haqda Alloh taolo mundaq degan. Allah Lavhil Mahfuzga men va mening payg'ambarlarim cho'qim g'alaba qilamiz deb yozdi. Allah haqiqatan kuchlidir, g'olibdir. Shak shubhisizki biz payg'ambarimizga, mu'minlarga hayoti dunyoda va farishta, payg'ambar va mu'minlardan bandalarning amallariga guvoh bo'ladigan guvohchilar hozir bo'ladigan kunda albatta yordam beramiz. Bizning payg'ambar bandalarimiz haqidagi so'zlarimiz oldin ola aytilgan. Ular cho'qim dunyo va oxiratda nusrat topquchilardir. Yuqorida payg'ambarlarning o'zlarini inkor qilgan va o'zlariga qarshilik qilgan qavmi ustida nusrat qozonganligi, Alloh taolo kofirlarni qandoq halok qilib, mu'min bandalarni qandoq qutqizganligi haqida tafsili bayon qilindi. Bizning qo'shinimiz cho'qim g'alaba qilg'uchilardir. Ya'ni yaxshi oqibat ularga mansub bo'ladi. Ular ya'ni Makka kuffarlaridan vaqtliq yuz o'rib turgan. Ya'ni ularning sana yetkizgan aziyatlariga sabr qilib, muayyan vaqtgacha kutib turgan. Biz cho'qim kelgusida yaxshi oqibat, nusrat va zafarni sana beramiz. Ularni ko'gin. Ya'ni ular sana muxolifatchilik qilganligi, seni inkor qilganligi uchun ularga qandoq azob oqibatlarning tushadiganligiga qarab turgan, kuzatib turgan. Ularmi uzunga qolmay kufrining oqibatini ko'rdi. Ya'ni Alloh taolo ularga tahdid qilish va ularni qo'rqitish yuzasidan ularmi uzunga qolmay kufrining oqibatini ko'rdi deydi. Ular azobimizning baldur nozil bo'lishini talab qilamdi. Ya'ni ular faqat seni inkor qilganligi, sana kofir bo'lganligi uchun azobning tez nozil bo'lishini talab qiladi. Alloh taolo haqiqatan u qilmishlari uchun ularga g'azab qiladi. Ularga tegishli bo'lgan azobning tushirilishini tiziltidi. Mushundaq turuqliq ular kufrlik qilganligi va haddidan oshganliklari uchun azob oqibatning texmi baldur nozil bo'lishini talab qiladi. Azob ularning o'ylisiga tushgan chaqda ogohlantirilg'uchilarning atigini nima degan yomon? Ya'ni azob ularning turalg'i joyiga tushgan chaqda ularning halok bo'ladigan bu kuni nima degan yomon? Bu vaqtda Imom Buxoriy va Muslim Anas radhiyallohu anhuning mundaq deganligini rivoyat qiladi. Payg'ambar alayhisalom Xaybarga atiganda yetib bordi. Yahudilar palta va kiyiklarni ilib chiqib, qo'shinni ko'rib, Muhammad kelibdi. Allohning nomi bilan qasamki, Muhammad qo'shin boshlab kelibdi deginicha oqiga yandi. Payg'ambar alayhisalom Alloh buyukdir. Xaybar xarobilikqa aylanadi. Biz cho'qim biror qavmning turalg'i joyiga tushgan chaqda ogohlantiruvchilarning atigini nima degan yomon dedi. Ulardan vaqtliq yuz o'rib turg'in. Ularga azob nozil bo'lgan chaqda ko'gin. Ularmi uzun qolmay kufrining oqibatini ko'rdi. Bu oyatlar yuqorida o'tgan 174 va 175-oyatlarda tilga ilingan bayonlarni ta'kidlaydi. Qudrat egisi bo'lgan Rabbing ularning sifatlaganlardan pokdir. Payg'ambarlarga salom bo'lsin. Cemi hamd sana alemlerinin Rabbi Allah'a xasdır. Büyük ve yüksek Allah bu ayetlerde barlıq kemçiliklerden hali ikenlikini, özünü uluğlaydıganlıqını ve haqni inkar qıyğıcı, haddiden aşqıcı zalimlarının çaplığan böhtanlardan özünün pak ikenlikini bayan qılıdı. Allah ularının böhtan sözlerinden yüksek derecede üstündür, paktır ve uluğdur. Şuna büyük ve yüksek Allah mundaq deydi. Kudret egisi bo'lgan,
ya'ni yengilmas qudrat egisi bo'lgan Rabbing ularning sifatlaganlaridan, ya'ni ana shu yolg'onni to'qig'uchi, haddidan oshquchilarning yolg'on so'zlaridan pokdir. Payg'ambarlarga salom bo'lsin, ya'ni ularning o'z Rabbi haqida qilgan so'zlari sog'lom, to'g'ri va haqiqiy bo'lganligi uchun dunyo va oxiratda ularga Alloh taolaning salomlari bo'lsin. Jami hamd sana olamlarning Rabbi Allohga xosdir. Ya'ni dunyo va oxiratda har qanday ahvol ostida jami hamd sana Alloh taolaga xosdir. Tasbih etish Alloh taolaga barliq nuqsonlardan pok degan ma'noni ifodalaydiganligi uchun bu o'rinda ve Kur'an'daki nurgun orunlarda tesbih bilen hamd sana bir yerdə bayan qılındı. Şuna Allah Teala mındaq deydi. Kudret igisi boğan Rabbin ulanın sübetligenlerden paktur. Peygamberlerge salam bolsun. Cimi hamd sana alemlerinin Rabbi Allah xastur. Sa'id ibn Abu Aruba Qatada'dan Peygamber aleyhisselamның mındaq degenlikini rivayet qılıdı. Eğer bana salam yollasanlar, başka peygamberlerge mi salam yollanlar? Men şu peygamberler içindeki bir peygambermen. Bu hadisni İbn Cerir ve İbn Ebu Hatemmu şundaq rivayet qilgan. İmam Ebu Muhammed Bagavi tefsir kitabıda Ali radiyallahu anhu'nun mundaq degenlikini rivayet qildi. Kimiki kıyamet günü toluq ecrige erişishni arzu qilsa, onun yığılış ahırlaşqanda deydigan ahırqı sözü kudret igisi boğan Rabbin ulanın sübetligenlerden paktur. Peygamberlerge salam bolsun. Cimi hamd sana alemlerinin Rabbi Allah xastur degenden ibaret bolsun. Yığılışının kefareti hakkında nurgun hadisler rivayet kılıngan. Mesela, ey Allah, men seni barlıq kemçiliklerden pak deb bilimen. Sana hamd sana etimen. Senden başka hiç ma'bud berhaq yoktur. Günahlarım üçün senden mağfiret talep kılımen ve sana tövbe kılımen. Allah Teala'ga elhamdülillah, Allah Teala'ga şükürler olsun. Şunun bilen Sure Saffat'ın tefsiri tügüdü. Pak ve yüksek Allah her işinin hakikatini obdan bilgiçidir. Kiler kıtımda Sure Sad 1. ayetinden başlayıp okuyumuz inşallah. Ve sallallahu ala Muhammedi ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.